Assalomu alaykum, qadrli YouTube xizmatlari, qalaysizlar? Sog'lik, yaxshimi dehqonlar? Hammalaringga salom. Bugun 2 avgust 26-yil. Efirda Begum Rashidon va men Baxtiyorjon. Bugungi temamiz 29-kuni biz 13:43 rotor, Maxim, yantar, bor berib sug'organmiz. Ozuqa bugun ikkinchi o'sha mana 28, 29, 30, 31 bir o'tdi. 3 kundan o'tdi. Mana 4-kun. Yana ozuqa beramiz. Nimaiki bodringlarimiz gullashi ko'payib ketdi. Endi bugungi ozuqani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bugun mana 20 litrli paqirimizga 50 gram temir moddasidan soldim. Jeleza deydi. 200 gram kalsium nitrat, kalsiy nitrat, 500 gram 13:40, 500 gram 0,31, 300 gram anondan nitrat kaliy nitrat и mana unimiz magniy nitrat. Magniydan ham 100 gram soldim. Bundan 300 gram и shakar dori. Shakar dori donni kattaytiradigan eng arzon narsa. Shakar doridan tak. Mana unda 3 ta soldim. Degani bu 1,5 kilo. Mana shunaqa qilib soldim. Aralashtirib hozir 200 ta bochkaga beramiz. Keyin shu bilan ozuqani haydaymiz. Soat ertalab 5:30 bo'ldi. Mana kotyolda quduqni yoqqanman. Suv sepish boshlandi mana. Hozir ichkarini ko'rsataman. Mana ichkariga ham kirib oldik. Bodringlarimiz уже tepaga chiqib ketdi. Mana naychalarni qaranglar. 5 ta 6 tadan bo'lib ketdi. Buni boqish uchun обязательно nima qilish kerak? Ovqatini berish kerak. Kecha uzganmiz ertalab 9 kilo, kechki payt 7 kilo uzildi, kecha 16 kilo uzilibdi. Hozir mana yana bodringlar tayyor. Hozir yana uzamiz. Endi ozuqani bermasak bo'lmaydi. Mana bu joyda 30 ta 40 tasi qattiq shamolda ana klyonkalar yitilib ketgan. Mana shu yerda toshli joy bo'lganmi, kravatdan o'tkazilgan. O'shanda qurib qoldi. 200 ta ekkan bo'lsak, 150 ta qo'ygan bo'lsa kerak. Mana bochkamiz kranidek. Suv to'lyapti mana. Hozir suv to'lsa, shu bilan buni tashlaymiz. Endi bodringlarda kasallik yo'q. Ertaga xudo xolasa maspilan bir sepib boramiz. Maspilanni tagidan urish kerak. Mana bu yerda oq narsa paydo bo'lib qoldi. Ertaga xudo xolasa maspilan sepamiz. Nimaga kecha men keberluk sepganman. 2 kun turish kerak edi. 3-kuniga keyin zahar sepish kerak. Keyin yana zahardan keyin yana 3 kun o'tkazib yana vitamin sepish kerak og'aynilar. Bodringlarimizni ahvoli mana uzuydigan bo'lib qolgan. Уже mana bir chekkadan ko'rsatsam, pastdan uzyapmiz. Las yaxshi. Endi uzib bo'lgandan keyin mana barglarini уже pastdagi barglar kerak emas, qirqib olib tashlash kerak. Havo yurish kerak. Barg qirqilayotganda shu taydan chiqqan o'tlarni ham tomir bilan sekin-sekin sug'urib olish kerak. Shu bilan o'tsiz chiroyli bo'lib, mana toza tursa, odam bahridir ochiladi. Endi nematoda to'g'risida gapirishdi. Keyin nematoda to'g'risida yana bitta video qilaman. Hozir qilaman desam bu juda uzun bo'lib ketadi. Ba'zi odamlarimiz, ko'rayotgan insonlar anaqa qo'yishyapti. Cho'zib yuboryapsan deyishyapti. Men ham o'zi sekin gapiraman ekan. Juda sudrab, toshbaqaga o'xshab gapiryapsan degan kommentariyalar ham keldi. O'shaning uchun
shu yerda tugataman endi. Sog' bo'linglar, hammaga omad. Podpiska bo'lganlar, podpiska bo'lmaganlar, podpiskani bosinglar. Podpiska bo'lganlar ko'rdilaringmi? Ana like degan narsani bosib qo'yinglar. Shu imkon qadar yaxshi tarqalsin. Hamma ko'rsin. Buni men bir sotik joy. Buni misol pul ishlash uchun, boshqa uchun ekmaganman. Buni sizlarga dars bo'lish uchun ekkanman. Ekib shu qanaqa qilish kerakligini ko'rsatish uchun ekkanman, og'aynilar. Shuning uchun like bosinglar, yangi o'rganuvchilar buni o'rganish kerak. Mana hozir bitta podpischigimiz Sochidan turib telefon qilishdi, kechqurun gaplashdim WhatsAppda. Bodring ekish kerak, o'rgatasizmi? O'rgataman. Tojikistondan bir ukamiz telefon qildi, o'rgataman. Men aytganimni qilsangiz bo'ldi. Sog' bo'linglar. Ana gullaymi yana cho'zilib ketdi. Paka, hammaga omad.